Javohir, O'zbekistondan norozimisiz yoki yomon ko'rasizmi? O'zbekistonni yomon ko'rasizmi deyapsiz? O'zbekiston men juda yaxshi ko'raman. Nima uchun? Men kimdandir bir pul olgan bo'lmasam, men oylik olgan bo'lmasam, Instagram orqasidan-da oylik olmayman-ku men. Instagramga oylik berayotgani yo'q-ku. Men O'zbekistonni yaxshi ko'rganligim uchun men uni tanqid qilyapman. Shu gaz mavzusi bo'ladimi, svet mavzusi bo'ladimi, misol asfalt mavzulari bo'ladimi, suv yetishmovchiligi bo'ladimi? O'zbekistonda shunaqangi yaxshi tomonlar borki, misol uchun Amerikada ham osh bor. Men yedim. Bu yerda ham bor. Mazasi bir xil. Kerak bo'lsa Amerikada zo'r pishirib qo'yadigan o'zbek to'g'ri bor. Lekin siz bo'lmasangiz, meni betdagi ulfatim bo'lmasa, yaqinlarim bo'lmasa, u osh tatimaydi.